Qish g'amini yozda, kuzda yemanglar. Endi unaqa kutishlar bo'lmaydi. Xudo xolasa katta yo'llarimiz tayyor, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Do'konlarga taklaganmiz, ancha-muncha zaxira qilganmiz. Xudo xolasa katta yo'llarimiz deyarli tayyor. 90% bitganlari bor, 50% do'kondan tashqari do'konga qo'yganlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 1-2 kun ichida yetkazib beramiz. Endi kunlab, 10 kunlab, bir haftalab kutishlar yo'q, xudo xolasa. Bu 30 kilovatli aqlli katta yo'limiz bir zapravkasi bilan 15 soatga, 20 soatgacha yonadigan aqlli katta yo'limiz. Kimga shunaqa katta yo'llarimiz kerak bo'lsa, biz katta yo'l jamoasiga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Listlari, ichlari qanaqa bo'ladi degan kutganlar uchun listlari, ichlari shunaqa, xuddi shunaqa razmerda bo'ladi. Listlari qalin. Qalinligi shunaqa listlardan bo'ladi. Undan tashqari zavodskiy bukilgan bo'ladi, choklari kam bo'ladi. Suv qo'yib yuborishlari ham juda oz bo'ladi. 2 qator turbasi, 4 ta kitoblari bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Bu turdagi sapoi deymiz. Shunaqa katta yo'llarimiz ham bor. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Undan tashqari ichkarilarga ham qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Tayyorlari magazinlarda joylashgan. Bu ham egasiga buyurib nasib qilsin 20 kilovatli aqlli katta yo'llarimiz. Uslari obshukali. Yaxshi kunlarga buyurib nasib qilsin.